Diqqat qiling, aholiga tezkor xabar. O'zgidromet markazi 6-dan 9-iyun kunlariga ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Unga ko'ra, havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Qoraqalpog'iston Respublikasida 7 va 8-iyunda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 6-dan 8-iyungacha 15-20 metr sekund tezlikkacha kuchayadi. Chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat kechasi 6-7-iyunda 13-18 darajalik, 8-9-iyunda 17-22 darajalik, kunduzi 30-35 darajalik bo'ladi. Faqat 8-iyunda 28-33 darajalik bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 6, 7 va 9-iyunda 13-18 metr sekund tezlikkacha kuchayadi. Chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat kechasi 18-23 darajalik, kunduzi 6-iyunda 30-35 darajalik, 7-iyundan 9-iyungacha 32-37 darajalik bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat 6-iyunda kechasi 16-21 darajalik, kunduzi 30-35 darajalik, 7-dan 9-iyungacha kechasi 18-23 darajalik, kunduzi 32-37 darajalik bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 9-iyunda 13-18 metr sekund tezlikkacha kuchayadi. Chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat kechasi 18-23 darajalik, kunduzi 6-7-iyunda 33-38 darajalik, 8 va 9-iyunda 35-40 darajalik bo'ladi. Farg'ona, Andijon hamda Namangan viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 6-iyunda ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. 7-dan 9-iyungacha yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 6-7-iyunda 16-21 darajalik, 8-9-iyunda 18-23 darajalik, kunduzi 6-iyunda 30-35 darajalik, 7-dan 9-iyungacha 32-37 darajalik bo'ladi. Respublikamizning tog'olli va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 6-iyunda vaqti bilan yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. 7-dan 9-iyungacha yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Momaqaldiroq vaqtida 13-18 metr sekund tezlikkacha kuchayadi. Harorat kechasi 6-7-iyunda 10-15 darajalik, 8-9-iyunda 12-17 darajalik, kunduzi 6-iyunda 18-23 darajalik bo'ladi. 7-dan 9-iyungacha 18-23 darajalik bo'ladi. O'zingiz asrang, xayr, salomat bo'ling.